Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizda ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldi bilan diqqatingizga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tanishtiramiz. Bu hafta diqqatingizda Xitoy tajovuzchilarining boy fidoilari hujumchilarini 56 kunlik iz qo'g'lashdan keyin hammasini o'ldirganligini e'lon qilganligi haqidagi xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Xitoy oldi bilan 17 kishini o'ldirganligini e'lon qilgandi. Bugungi eng oxirgi xabarda bularning 28 kishi ekanligi, hammasini bunun ichida kichik bolalar va ayollar va hammasini qo'shib oila kishilarning hammasini o'ldirganligini e'lon qilgan bo'ldi. Allohdan bu qarindoshimizga rahmat tilaymiz. Shunaqla xabarimizda 13 noyabr Fransiya poytaxti Parijda yuz bergan qonli hujum qilish voqeasi haqidagi xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Bu voqeada 132 kishi o'lgan bo'ldi, 300 dan ortiq kishi yaralangan bo'ldi. Shunaqla bu voqeani Daesh, ya'ni Iroq Sham islom davlati ustiga olgan bo'ldi. Xitoy bo'lsa bu voqeani fursat bilib, yana nomus qilmasdan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Sharq Turkistondagi, ya'ni Xinjiangdagi islom qurolli kuchlariga zarb berish xalqaro terrorlikqa qarshi turish harakatining muhim bir qismi deganni buni nomus qilmasdan so'zlayoldi. Ya'ni saranga satqizmayotgan Xitoy buni so'zladi. Shundaqla xabarimizda Turkiyaning Xitoydan boshqarilgan bomba elish planini amaldan qoldirganligi haqidagi xabarimiz. Bu xabarlar, shundaqla bundan boshqa ko'plagan xabarlar, shundaqla muhim xabarlarimiz ustida mutaxassislarimiz bilan elib borgan suhbatlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. İslam coğrafiyasının atlisi Şarkı Türkistan temasida leksiya yig'ini o'tkazildi. 16 noyabr kechda İstanbul Ümraniye rayonida Şarkı Türkistan temasida leksiya yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Ma'rif jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'izxon leksiya so'zildi. 2015 yılı 11. ayının 16. günü kech İstanbul Ümraniye şəhərlik hökumət Mədəniyyət Fəaliyyətlər Mərkəzinin uyuşturuşu bilan Mehmet Akif Mədəniyyət Mərkəzində İslam coğrafiyasının atlisi Şarkı Türkistan temasida söhbət və leksiya yig'ini uyuşturuldu. Yig'inga Türkiye Yeni Akit gazetinin yazğıçısı Osman Atalay Efendi riyasatçılık qildi. Yig'inga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon taklif bilan qatnashdi va leksiya so'zildi. U Sharq Turkistonning tarixi, coğrafiyasi, hozirgi vaziyati va Uyg'urlar duch kelayotgan qiyinchilik masalalari haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Hidoyatulloh O'g'izxon oldi bilan Sharq Turkistonning tarixi, jumladan yaqinqi zamonda yuz bergan bir qancha qitimliq mustaqillik harakati haqida to'xtaldi. U Sharq Turkiston zaminda tarixda shonliq xonliq sulolalarning qurilganligini, yaqinqi zamongacha mustaqil davlat bo'lib kelganligini bildirdi. Hamda o'tgan asrning oldingi yarmida qurilgan ikki jumhuriyatimiz va Sharq Turkistonning butunlay Xitoy ishg'oliga tushib qolish jarayoni haqida to'xtalib o'tdi. Arqadan u Sharq Turkistondagi siyosiy jihatdagi tengsizliklarni dalil isbotli holda tunishtirib o'tdi. Xitoyning qog'oz yuzdagi avtonomiyasining mohiyatini eshib berdi. Sharq Turkistonda yaqinqi necha 10 yilda yuz bergan qonliq bostirishlarning bir qismlari haqida ma'lumot berdi. Sharq Turkistondagi zulmlar yolg'on degan xabarlarga raddiya berdi va Xitoyning qattiq cheklamasi tufaylidan Sharq Turkistondagi haqiqiy ahvol haqida uchurga erish imkoniyatining intayin cheklik ekanligini izohlab o'tdi. Hidoyatulloh O'g'izxon so'zida Sharq Turkistondagi siyosiy, diniy cheklamalar va Xitoyning assimilyatsiya siyosati to'g'risida tafsiliy to'xtaldi. Xitoyning Sharq Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini yerlashtirish siyosatini qisqacha tunishtirdi. Oxirida yig'in ishtirokchilarining Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida so'ragan savollarga javob berdi. Öğrencilerin camiye gidememesi gibi. Evet, bu konuda zaten dini kısıtlama işgalden beri vardı ama zaman zaman gevşeme olmuştu. Dini ibadetler ilgili herhangi bir yani şey yok, rahatlama olmadı Doğu Türkistan'da. Camilere çocuklar, kadınlar giremez, 18 yaşın altında gençler giremez, memurlar, emekliler, bunlar zaten 20 senedir bildiğimiz şeyler. Ama şu an din üzerinde insanların Kur'an eğitimi, evlerinde biraz rahatlık vardı. Hocalar evlerde gizli falan. Şu an onlar bile çok şiddetli bir şekilde bastırılıyor. Yani Doğu Türkistan'da 40 milyonluk nüfus olan bir Doğu Türkistan'da bir tane bile resmi Kur'an eğitimini veren veya dini eğitim alan Müslüman bir toplumun nasıl dini öğreneceğiyle ilgili herhangi bir yol yok.
Hürmetli televizyon görüşler, biz bu hafta Türkiye'de faaliyet edip beriyotgan Şarq Türkiston Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzxon bilan suhbat edip boramiz. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Hürmetli Hidayetullah efendim, ziyaretimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat etamiz oldi bilan. Rahmat aytaman. Aldı bilan men asli siz shu 16 noyabr kechda İstanbul Ümraniye'de Şarq Türkiston temasida İslam coğrafiyasining atlasi Şarq Türkiston temasida bir leksiya yig'ini o'tkazilib, bu yig'inda siz so'z qilguvchi bo'lib leksiya berdingiz bu yig'inda. Aldım şu yig'inda nimalarni so'zladingiz, qanday bir faaliyetler bo'ldi bu vaqtda ma'lumot bergan bo'lsangiz. Bu yig'in Ümraniye Belediyesi tarafından tertip etilgan bo'lib, bunun da asasen Şarkı Türkistan'ın kısaca tarihi. Xo'sh. Şarkı Türkistan'ın davasının asası nimege tayindiğanlığı. Şarkı Türkistan zemini halkı Xitay territoriyasının bir parçası mı emas mı? Degan meselelerni Xitayning Şinjan nazariyasini çürütülüğün deliller bilen. Şarkı Türkistan tarihten buyon öz aldığa özünü başkurup kelgen ananesi, milli örf, adeti, tili, dini, siyasi her cihetten ayrım bir millet, ayrım bir teritoriya ekenlikini buna ispatlayan deliller bilen leksiyan devam kıldık ve bugünkü Şarkı Türkistan meselelerini bu ötken Ramazan aylarında gün tertip kelgen Türkiye halkımızı içinde nihayet zor tesir ve alkış kollab kuvvetleş ki erişken bir dava bulup ahırda biraz bunu Xitay ve Xitay taraftarlarının ki bu davanı bu meselenin Türk halkımızın enadını çıkarışka şek şüphe yaratışka terişkallıkını ve bunu çürütüşke bizim kolumuzda tamamen delil ispatla ikenliki. Şarkı Türkistan'daki yüz veriyorken hadiseler zulüm, işkence, kırgıncılık, katarlık isimlerinin hemisi bize anlatkanı odanki %1 bombaydıqanlığı doğrusu da nihayet delillik, ispatlık otur koyuldu. Jığın katnaşmışlar bulup mühim hizmet ötüyotkan kişiler terkip tapkan boğatka olanı bu meseledeki ciddi kaygırıp bizim yenimizde daim bildi durduğanlıkta orası ciddi samimi fikir karıştırığa iyi olduk yani. Yani inayet yakşı bir yığın oldu. Xitay dairələri bay pidailərini balları bilan qoşub partlatıb etganligini e'lon qildi. Xitay tajovuzchilari Sharq Turkistonning Bay nahiyasida yuz bergan ko'milkan voqeasidan keyingi 56 kunlik iz qo'g'lash natijasida 28 odamni oila bolalari bilan qo'shib partlatib etganligini e'lon qildi. Xitay dairələri 28 odamni oila tavobiatlari bilan qo'shib partlatib etgan. BBC Tori Erkin Asiya Radyosu'nun naql qilib, Xitay saqchi va askarlari Sharq Turkistonda orasida ayollar va bolalar bo'lgan 17 kishini partlatib o'ltirganligini e'lon qilgan edi. Xabarda G'olib Mamat ismli bir saqchining so'zi naql qilingan bo'lib, u bu qitimqi harakatga qatnashgan xizmatdoshidan askarlar gumondorlar yushirinib olgan o'nkurni partlatgandan keyin 17 jasadning bayqalganligini anglagan. Bay nahiyasidagi yana bir saqchimi gumondorlarning yo'qotilganligi to'g'risida uqtirish topshirilganligini bildirgan. Bu voqeani ochiq e'lon qilinmoqcha tabriklamaslik va ko'p tilga olmaslik talab qilingan. Ammo bugun Xitoy Bay hujumiga munosabatlik 28 kishini yo'qotganligini, bu kishilarning chet eldagi radikal tashkilotning qo'mondonligida harakat elib borganligini jar soldi. Xitoy xabarlar torining 20 noyabrdagi xabarda mundaq deyilgan. Xitoy Şinjan saqchilari 56 kun iz qo'g'lash orqali chet eldagi radikal tashkilot bevosita qo'mondonlik qilgan bir zo'ravonlik guruhini yo'qotdi. Bir odam qurol tashlab taslim bo'lgandan boshqa qolgan 28 kishining hammasi yo'qotildi deb e'lon qildi. Xabarda bu kishilar 18-sentabr Bayko'mirkon voqeasidagi gumondorlar deyilgan. Xitoy chet eldagi radikal tashkilotni tilga olgan bo'lsa-mu, lekin bu haqda hech qanday uchur bermagan. Xitoy izchil Uyg'urlarning haqli qarishlik harakatlarini chet eldagi tashkilotlarga chetish orqali Uyg'urlarni bostirishda xalqaro yordamga erishish g'arazida bo'lib kelmoqda. Baypidailarning 3 jamoat kishilari ekanligi Xitoy izlayotgan gumondorlar orasida
ayollar va bolalarning barligi ilgari surilgan edi. Ular 46 yoshlik Tursun Juma oilasi, 47 yoshlik Musa To'xtinyoz oilasi va 60 yoshlik Mehmet Aysa oilasi bo'lib, Xitoy soqchilari orasida 1 yoshlik, 6 yoshlik, 9 yoshlik bolalar bo'lgan bir guruh kishilarning hammasini portlatib o'tgan. Xitoy soqchilari 14 noyabr uchur tarqatib, 13 noyabr Parijda terrorlik hujumi yuz bergan vaqtda Xitoy soqchilarining Sharq Turkistonda 56 kunlik iz qo'g'lash orqali terrorchilar ustidan g'alaba qilganligini e'lon qilgan edi. Lekin bu xabarlar orqadilla o'chirib o'tildi. 15 noyabr Turkiyada 20 davlat guruhi yig'iniga qatnashayotgan Xitoy diplomatiya ministri Wang Yi Parij hujumidan foydalanib Uyg'urlarni dunyoga terrorchi deb ko'rsatishga, Sharq Turkistondagi qonliq bostirishlarni qonunli ko'rsatishga urindi va xalqaroni yordamga chaqirdi. Xitoy ijtimoiy taratqularida Xitoylar Parij hujumini Sharq Turkistondagi atalmish terrorlik bilan bog'lashga uringanligi haqida inkoslar paydo bo'ldi. New-York vaqti Amerika ovozi qatorliq matbuotlar bo'lsa, Xitoyning Parij hujumidan foydalanib Sharq Turkistondagi bostirishini qonunli qilib ko'rsatishga urinayotganligini ilgari surdi. Xitoy vakillari tan jazosiga qarshi turish komiteti oldida o'sal ahvolga tushib qoldi. BDT tan jazosiga qarshi turish komiteti 17 noyabr kuni Xitoyning xalqaro tan jazosini amaldan qoldirish ahdnomasini yurgizish ahvoliga qarab chiqqan bo'lib, Xitoy vakillari mutaxassislar oldida o'sal ahvolga tushib qoldi. Tan jazosiga qarshi turish komitetining yig'inida Uyg'ur va Tibet mahbuslarining tan jazosiga uchrash ahvoli o'tirg'i qo'yilgan. Yig'inda Xitoy vakillari o'sal ahvolga tushib qolgan. BDT tan jazosiga qarshi turish komiteti seshanba kuni Xitoyning xalqaro tan jazosini amaldan qoldirish ahdnomasini yurgizish ahvoliga qarab chiqqan. Bu komitetdagi mutaxassislar Xitoy soqchi sistemasi va turmalarda umumyuzlik avj olgan qiynab ixror qildirish, bo'libmi siyosiy jinoyatchilarga tan jazosi berish va xo'rlash, kishilik huquq qo'g'duvchilari va advokatlarga besim tushirish qatorliq masalalar haqida Xitoy vakillaridan bir qator savollarni so'ragan. Bundan burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur kishilik huquq programmasi Uyg'ur mahbuslar uchrayotgan tan jazolari haqida tan jazosiga qarshi turish komitetiga birlashma dokument topshirgan edi. BDT tan jazosiga qarshi turish komitetining 56 qatimliq yig'iniga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Dulqun Aysa Uyg'ur mahbuslarining tan jazosiga uchrashdan boshqa yana Xitoyning imomlarni usulga selish, do'konlarda haroq tamaki sotqizish qatorliq usullar orqali mahbus emas kishilarga ma'naviy zulm qildiganligini o'ttirg'a qo'ygan. Yig'in yana Tibet va Mo'ng'ullarning tan jazosiga uchrash haqidagi dokumentga qarab chiqilgan. 18 noyabr Xitoydagi tan jazosi ahvolini tekshirish yig'ini 2 kuniga qadam qo'ygan. Xitoy vakillari mutaxassislarning savollariga konkret javob berishdan o'zini qochirib, nazariy abstrakt so'zlarni qilib vaqt o'tkazishga uringan bo'lsa-mu, lekin tan jazosiga qarshi turish komiteti Xitoyning 1984-yili qo'l qo'ygan xalqaro tan jazosini amaldan qoldirish ahdnomasidagi shartlarni ijro qilish ahvolining intayin nachar ekanligini dalilladi. Xitoy bo'lsa yig'inda o'ttirib qo'yilgan konkret masalalarga yozma javob berishni talab qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya raisi Dulqun Aysa efendi bilan suhbatda ilib boramiz. Telefonda o'zi hozir Germaniyada telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aldı bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Hurmatli Dulqun Aysa efendi, sizdan shu biz o'tgan qatim shu yig'in ochilishdan burun biz sizdan suhbat o'tkazgan to'g'ri Xitoyniki shu ichida elib berilayotgan mahbuslarga bo'lsin, turmadagilarga bo'lsin, tan jazosi ijro qilishga nihoyat ig'ir ijro qilinayotganligi haqidagi dokumentlarni sunganlar BDT tan jazosiga qarshi turish komitetiga shu 17 noyabr Xitoy masalasi bu yerda qarab chiqildi. Xitoy bu yerda bir nevi so'roq tortilgan bo'ldi hamda. Mushu yig'inga siz qatnashdingiz. Xitoy qanday ahvolga tushib qoldi, qanday javob berdi bularga mushu haqda bir ma'lumot olgan bo'lsam. Bo'ldi, rahmat. Siz deb o'tgandikidek 11 oyning 17-18 kun Kendileri teşkilatının tan jazosiga qarshi turish komiteti Xitoyning dokladını ko'zdan kechirdi. Xitoyning dajatgan chaqda so'roq tortdi. 11 ayning 16 kunisi bu Birleşken Devletler Teşkilatı Ceneva'ya berip bir hafta komite a'zolari, yani 10 kişilik bir komite a'zosi var. Biz bu komite a'zolari bilan 2 yig'in yapmadık. Bir yerda bir 20'den artıq xalqaro teşkilat, Dunyo qurultiyi, Tibet teşkilatları ve başka xalqaro kechirim qilish teşkilatı o'xshaydigan
O 20-30'a yakın teşkilatının vekilleri aldı bilen yığın edip Xitay qarşı uyada qandaq birlikte hareket qila alaymiz degan meselelerni müzakere qildik. Atuşda Uyghur yeni maarifi qurulganligining 130 yilligi tabriklandi. Vatanimizning Ma'rifat diyori Atuşda 19 noyabr kuni Uyghur yeni maarifi qurulganligining 130 yilligi tabriklandi. Faaliyet Uyghur yeni maarifining simvoli bo'lgan Üstün Atuş İksaq Başlangıç Mektebining maydonida o'tkazildi. Nur To'rining 19 noyabr xabar qilishicha, bugun Ma'rifat diyori Atuşda Uyg'ur yangi ma'arifi qurilganligining 130 yilligi tabriklangan. Tabriklash faoliyati Uyg'ur yangi ma'arifining simvoli bo'lgan Üstün Atuş İksaq Başlangıç Mektebining maydonida o'tkazilgan. Faoliyat Urumchi vaqti tushdan burun soat 9 da boshlanib, 2,5 soat davomlashgan. Maktabning 130 yillik ma'rifasiga taklif qilingan mehmonlar Atuşdagi har qaysi maktablardagi o'qituvchi o'quvchilar, yiroq yaqindan anglab kelgan yurtdoshlar bo'lib, 10 mingga yaqin kishi qatnashgan. İksaq Başlangıç Mektebi 1885-yili kuzda ma'rifatparvar boylardan Musabay hojimning tashabbusi, uning o'g'illaridan Husanbay va Bahovuddin boylarining mablag' va o'qituvchi masalasini hal qilishi asosida Üstün Atuşning İksaq kentida qurilgan. 1985-yili 11-oyda Uyg'ur yangi ma'arifi borliqqa kelganligining 100 yilligi İksaqda dag'dug'liq o'tkazilgandan buyon maktab qurilganligining xotirlash faoliyati har 10 yilda bir qatim o'tkazilyotidi. Bu qatimqi ma'rakada tabriklash faoliyatidan boshqa yana Mash'al nomli kitob nashr qildirilgan. İksaq Başlangıç Mektebining yana bir to'kpisi Uyg'ur futbolchilik harakatiga asos solish bo'lib, bugungi kunda İksaq kenti futbol kenti bo'lib tonildi. Uyg'ur yangi ma'arifi boshlanishida mutaassib kuchlarning va zolim hukmronlarning to'sqinligiga uchrab kelgan edi. Sharq Turkiston kommunist Xitoy ishg'oliga o'tgandan keyin necha 10 yillik madaniyatga buzg'unchilik qilish harakatlarining ta'siriga uchradi. Yaqinqi yillardan buyon bo'lsa, atalmish qo'sh til o'qitish nomidagi assimilyatsiya siyosati Uyg'ur milliy ma'arifiga zo'r xiris elib kelmoqda. Xabarda aytilishicha, İksaq Başlangıç Mektebidami qo'sh til yaslisi ta'sis qilingan bo'lib, bu yaslida 156 nafar o'quvchi bor ekan. Xitoy amdi ta'tir tashviqot etoti qo'yish faoliyati o'tkazdi. Xitoy 10 ayning oxirida Urumchida atalmish asabiylikni tugutish daromad haftaligi faoliyatini oxirlashtirib, amdilikda bo'lsa, yana shu o'xshash maqsad bilan etot qo'yish faoliyati boshlandi. Xitoy 10 ayning oxirida Urumchida atalmish asabiylikni tugutish daromad haftaligi faoliyati o'tkazgan edi. Amdilikda bo'lsa, etot qo'yish faoliyati o'tkazdi. Xitoy Tangritog' to'rining 18 noyabr xabar qilishicha, Xitoy ishg'olchilari yaqinqi yillardan buyon elib berayotgan atalmish asabiylikni tugutish, zamonaviy madaniyatni yetakchi qilish nomidagi dinsizlashtirish, mingiyush va Uyg'urlar orasiga bo'lgunchilik selish maqsad qilingan ta'tir tashviqotini kuchaytirish uchun 17 noyabr asabiylikni tugutish temasida etot qo'yish faoliyati o'tkazgan. Bu faoliyatga Sharq Turkistonning har qaysi joylaridan tanlab kelingan 10 etot qatnashtirilgan. Xitoy doiralarining bildirishicha, bu etotlar singa ilingandan keyin Uyg'urcha televiziya kanalida qo'yildi ekan va plastinka chiqarib tarqatildi ekan. Xitoyning bu ta'sir tashviqotlarining mohiyati o'zining ishg'olini, kishilik huquq tajovuzini, diniy cheklamalarni, siyosiy va milliy besim siyosatlarini, assimilyatsiyasini yoshirish, mingiyush va dinsizlashtirish orqali Uyg'urlar orasiga bo'lgunchilik selib, Xitoy zulmiga qarshi turganlarni tanho qoldirish bo'lib, Xitoy Sharq Turkistonni besib olgandan keyin o'z ishg'olini ozodlik nomi bilan atab, Uyg'urlarni oldiganga o'xshash hozirmi asabiylik, terrorlik degan nomlarni o'ydirib chiqarib, o'zlari diniy e'tiqodni qo'g'digan qiyofatga kirib olib, Uyg'urlarni yana bir qatim oldirmoqchi bo'layotdi. Bu tashviqotlarning siyosiy orqa ko'rinishini tunib yetmagan oz bir qism nodon Uyg'urlar majburiy yoki ixtiyoriy holda Xitoy tashviqoti uchun kuch chiqarmoqda. Türk san'atkor Sharq Turkiston ta'sirotlari haqida leksiya so'zildi. Dağlıq Türk sanatkar Türkiye Radyo Televiziya İdaresi film ishlash bölümünün müdiri Bünyamin Aksungur Sharq Turkistonda elib borgan 2 haftalik ziyoratidagi ta'sirotlarini Türk xalqiga sundi. 14 noyabr shanba kuni soat 14 da dağlıq Türk sanatkar Türkiye Radyo Televiziya İdaresi film ishlash bölümünün müdiri Bünyamin Aksungur Türk Dünyası Tadqiqot vaqtida bu yil Qurban hayit mezgilida Sharq Turkistonda elib borgan 2 haftalik ziyoratidagi ta'sirotlarini so'zlab berdi. Bünyamin Aksungur söhbetini Sanavar Tursunning Salam xalqim degan naqshisini o'zi duttar chelib aytish bilan boshladi va 40 yildan buyon talpingan Turkistonda elib borgan ziyoratidagi ta'sirotlarini o'zi tortib kelgan foto suratlar bilan jonliq bir shaklda so'zlab o'tdi.
u o'zining Xotan, Qashqar, Urumchi qatorliq Sharq Turkistonning muhim tarixiy shaharlariga borganligini, borgan yerlarda mayli san'atchilar bo'lsin yoki oqsoqol boboylar bo'lsin va yoki tijoratchilar bo'lsin, o'zini turk deb tunishtirganligi uchunla ularning mehmon do'stligini voyaga yetkazib qilganligi va hurmatlaganligidan ta'sirlanganligini bildirdi. Bunyamin Aksungur Sharq Turkiston tarixidagi mashhur olim va shoir yozuvchilardan Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojib, Abdurahim O'tkir, Lutfullah Mutallib qatorliqlarning mazorlarini ziyorat qilgan. U tartib kelgan foto suratlarini va bu vaqtdagi ta'sirotlarini sorun ahliga sundi. Ekonomide fark edebildiğim şey, Uygur insanı çok zengin değil. Zengin değil. Benzin istasyonları, ne bileyim oteller, iş merkezleri, büyük yerler hep Çinliler tarafından işletiliyor. Uygurların en çok hakim olduğu saha restoranlar, lokantalar. Çin'in başka yerlerinde de öyleymiş. Başka yerlerinde de Uygurlar yemek yapma konusunda çok tanınıyorlar. Bankaların önü, benzin istasyonlarının önü korkunç şekilde hapishane duvarı gibi tahkim edilmiş. İnsanlar o engelleri kolay kolay aşamazlar. Anladığım kadarıyla Uygur insanı potansiyel terörist olarak algılanıyor. Ben tanıdığım insanlarda terörist yüzü hiç görmedim. Hep kanuna uyan insanlar gördüm. Ama Çin hükümetinin takdiridir, bilmiyoruz. Ben o kadar bilerek gitmedim. Dedim ya, siyasetçi olarak gitmedim oraya. Gördüğümü söylüyorum. Sürgündeki Sharq Turkiston hukumati Tokyoda rahbarlarini saylab chiqdi. Sharq Turkiston sürgündeki hukumati tashkilotining Yaponiya poytaxti Tokyoda ochilgan 7-navbatlik parlament yig'inida parlament a'zolari, hukumat raisi va bosh ministri saylab chiqildi. Sharq Turkiston sürgündeki hukumati tashkilotining Yaponiya poytaxti Tokyoda ochilgan 7-navbatlik parlament yig'inida parlament a'zolari, hukumat raisi va bosh Sharq Turkiston sürgündeki hukumati tashkilotining Yaponiya poytaxti Tokyoda ochilgan 7-navbatlik parlament yig'inida parlament a'zolari, hukumat raisi va bosh ministri saylab chiqilgan. Sürgündeki Sharq Turkiston parlamentidagi 60 vakildan 43i va Turkiya, Kanada, Angliyadan kelgan 4 kuzatchi qatnashgan saylamda Ahmadjon Osman rais, Kurash Ataxon parlament raisi va Ismoil Chengiz bosh ministr bo'lib saylangan. Ruqiya Turdush hukumat bayonotchisi bo'lgan. Uningdan boshqa yana hukumat katiblari, muavin bosh ministr va ministrlar saylab chiqilgan. Ismoil Chengiz oldimizdagi haftalarda bu tashkilotning 4 yillik xizmat programmasini e'lon qilganligini, ministrlardan boshqa diplomatiya va kishilik huquq komiteti, tashviqot komiteti qatorliq bo'limlarining boshliqlarining ayrim nom bilan atilganligini bildirgan. Yig'inda Sharq Turkiston surgun hukumatining saylimi va parlament raisi saylimi elib berilgan. 12 noyabr boshlangan 2 kunlik yig'inga Turkiya, Amerika, Kanada, Angliya, Germaniya, Yaponiya qatorliq davlatlardan kelgan a'zolar hamda Tayvan, Turkiya va yaponiyalik muxbirlar qatnashgan. Hurmatli televizor biz bu vaqtda Turkiya Aga Universiteti Tarix fakülteti o'qituvchisi Profesör Doktor Sultan Mahmud Qashqari bilan suhbat elib boramiz. O'zi ham bu surgundagi Sharq Turkiston hukumatida vazifa o'taydi, muhim vazifa o'taydi. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doktor, oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Men sizlarga rahmat aytaman. Bu surgundagi Doğu Turkiston parlamenti va hukumatining 7-navbatlik yig'ini haqida qisqacha bir ma'lumot berishga taklif qilganligim uchun. Rahmat. Men shu savolni so'ramoqchi edim. Bu qatim shu Yaponiya poytaxti Tokyoda 7-navbatlik Sharq Turkiston parlament yig'ini ochilgan bo'ldi surgundagi hukumatiniki. Bu yerda hukumat a'zolari, raisi, ministrlar saylanib chiqqanligidagi xabarlardan ma'lumot topdik. Mushu haqda bir o'zingiz bir qatnashdingiz, mushu haqda bir ma'lumot bergan bo'lsangiz. Bo'ladi, nəhayət yaxşı. Bu surgundagi Doğu Turkiston parlamenti va hukumatining 7-navbatlik umumiy yig'ini. Xo'sh. Bu yıl 12 noyabr günü, yani 2015 yılı 12 noyabr günü Japonya'nın payitaxtı Tokyo'da yaxşı muvaffaqiyatlik içilip muvaffaqiyatle ayaklaştı. Yığın bu Türkiye'den bu parlament azaları ve hükümet a'zolari bo'lib
ve bazı meymanlar olup 14-15 yakın adam Türkiye'den katlaştı. Şunun öyle birlik Kanada'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan ve Japonya'dan bulup parlament azaları ve hükümet azalarından 30'dan artık kişi bu yığınga iştirak kıldı. Fransiya poytaxti Parij qanğa boyaldı. Yevropaning 11 sentabr vaqasi deb atalgan Parijdagi 13 noyabr qanliq hujumlarda o'lganlarning soni bargancha eshib 132 ga yetdi. Yaralanganlar 300 dan ortiq. Türkiye Avazi Radyosu'nun xabar qilishicha, Fransiyaning poytaxti Parijda 13 noyabrda maydonga kelgan qanliq hujumda yaralangan 300 dan ortiq kishi ichida yana 3 kishi o'lib ketdi. Shunday qilib Parijda maydonga kelgan terrorlik hujumida o'lganlarning soni 132 ga yetdi. Bu araliqda tunugun kechda poytaxt Parijdagi Republico maydoni bilan Notre Dame cherkovi oldida jiddiychilik kelib chiqqan. Juma kundagi qanliq hujumlarda o'lganlar uchun sham yiqilib, gul chambaraklar qo'yilayotgan asnoda jiddiychilik kelib chiqqan. Buningga qarata soqchilar darhol harakatga o'tgan. Buningdan boshqa Fransiya prezidenti François Hollande poytaxt Parijni qonga bo'ygan zanjirsimon hujumlardan keyin Cumhuriyetler Partisi rahbari va sobiq prezident Nicolas Sarkozy, radikal o'ngchil xalq fronti rahbari Marine Le Pen ve Radikal Sol Birlik Partisi başlığı Jean-Luc Mélenchon qatorliqlar bilan ko'rishib, ularga Parijdagi qanliq hujum to'g'risida ma'lumot berdi. Ko'rishda o'qituvchi partiyalarning rahbarlari hukumatni bu qanliq hujumiga qarshi qattiq tadbirlarni elishni talab qilgan. François Hollande majlis va Oliy palata a'zolari bilan Versailles qal'asidagi tarixiy binoda parlament a'zolarini yig'ib terrorizmga qarshi kurash strategiyasini tushuntirib o'tgan. Parijni qanға bo'ygan zanjirsimon voqea ustida jiddiy tekshirish olib berayotgan Fransiya soqchilari 90 kishining o'limiga sabab bo'lgan Batakan konsert zalidagi hujumning sodir qiluvchilaridan birining 29 yoshli Ömer İsmail Mustafa ekanligini aniqladi. Tegi Aljeriyalik bo'lgan Fransiya puhrasi Mustafaning salohiyati barmoq izdan aniqlandi. Soqchilar bu hujumchining oilasi yashayotgan uylarga besib kirib, 6 tuqqanini nazorat ostiga olgan. Fransiya soqchilari Salah Abdusalam ismli 1989-yili Belgiyada tug'ilgan bir gumondorning foto suratini e'lon qildi. Bu gumondorning Bataclan o'yin tomosha markazini nishon qilgan odam bomba hujumlaridan birining inisi ekanligi uqtirildi. Hujumlarda ishlatilgan 2 avtomobilning Belgiya nomerliq ekanligi aniqlangandan keyin soqchilar bu ikki davlatda keng ko'lamli harakatlarni boshladi. Ikki davlat ichki ishlar ministrlari ko'rishib, tekshirishlarning navbatdagi ahvoli to'g'risida kengash o'tkazdi. Belgiya ichki ishlar ministri Jean Jambon keng doiralik hamkorlik o'rnatilganliklarini uqtirdi. Fransiya ichki ishlar ministri Bernard Cazeneuve istixborot ma'lumotlariga asoslanib, hujumlarning Fransiya sirtida planlanganligini, Fransiyadagi ba'zi kishilarning zo'ravonlarga yordam qilishi bilan Belgiyada yashaydigan bir turkum radikal kishilar tomonidan sodir qilinganligini bildirdi. Daesh Parijni qanğa bo'ygan hujumlarning javobgarligini o'z ustiga oldi. Parijdagi qanliq hujum yuz berib, bir kundan keyin Iroq Sham Islom davlati tashkiloti Parijdagi hujumlarning javobgarligini o'z ustiga oldi. Orqadan Fransiya havo armiyasining urush aeroplanlari Daesh nishonlarini bombardimon qildi. Türkiye Avazi Radyosu'nun xabar qilishicha, Fransiyadagi hujum qilish voqeasi yuz berib, bir kundan keyin Daesh Parijdagi hujumlarning javobgarligini o'z ustiga oldi. Daesh bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Suriyadagi hujumlar davomlashgan taqdirda Fransiya hargizmi xotirjam bo'la olmaydi dedi. Buning bilan Fransiya havo armiyasining 10 urush aeroplani Daesh nishonlariga 20 bomba tashildi. Egallanishicha, bombardimon qilingan joylarning orasida qo'mondonlik markazi, mashq lagerlari va qurol isklati qatorliq o'rinlar bor ekan. Amaliyotda Fransiya sentabr oyidan buyon Daeshning Suriyadagi nishonlarini bombardimon qilmoqda. Hozirgacha asosligi Daeshning mashq lagerlarini bombardimon qilib kelayotgan Fransiya o'tgan hafta Daesh tashkilotining kontrolligi ostidagi neft iskilotlarini bombardimon qilgan edi. Yana bir tarafdan Parijdagi qanliq hujumlardan keyin Fransiya soqchilari voqeaga chetishli hujumchilarni tepish uchun keng ko'lamli oqtirish elib bormoqda va o'xshamagan rayonlarda bostirish elib berib 124 nafar musulmonni voqeaga chetishlik deb gumon bilan tutqun qilganligi ilgari surildi. Fransiya taftish mahkamasining bildirishicha, harbiy harakat jarayonida biri ayol, 2 gumonliq unsur o'ldirilgan. 7 tutilgan, 5 soqchi yaralangan. AFP axborot agentligining xabar qilishicha, 2 kishidan biri to'qinish jarayonida gumonliq ayol bo'lsa, ustiga tengib olgan bombani portlatishi natijasida o'lgan. Harbiy harakatlardan keyin Fransiya ichki ishlar ministri Bernard bilan birlikda naq maydonda tekshirishlarda bo'lgan bosh taftish François Mollen harbiy harakatlar haqida ma'lumot berdi.
hamda qanliq hujumlarning bosh planlovchisi Abdulhamid Abaotning oqibatining texcha aniq emasligini bildirdi. Fransiya prezidenti islom davlatini yo'qotishga qasam qildi. Fransiya prezidenti François Hollande parlament yig'inida so'z qilib, Iroq Sham islom davlatini yo'qotishga qasam qildi. Fransiya prezidenti Hollande parlament yig'inida so'z qilganda Iroq Sham islom davlatini yo'qotishga qasam qildi. Hollande parlamentning davlat bo'yicha jiddiy holat yurgizish vaqtini 3 oyga uzartishni tasdiqlashini talab qilgan. U yana asosiy qonunni o'zgartirishni, bu orqali jang darajasiga berib yetgan terrorlikqa qarshi turishni tilga olgan. Hollande yana saqchi kuchini ko'paytirish tadbirlarini o'ttirg'a qo'ygan. Hollande Paris zanjirsimon hujumining Suriyada o'ttirg'a qo'yilganligi va planlanganligini Belgiyadan boshlab ijro qilinganligini aytgan. Hollande yaqinda Amerika prezidenti Obama va Rossiya prezidenti Putin bilan ko'rishib, keyingi qadamda islom davlatiga zarb berish harakatini kengaytirganligini bildirgan. Dushanba kuni islom davlati e'lon qilgan bir sinalg'u filmida bu tashkilotni bombardimon qilishga qatnashgan barliq g'arb davlatlariga hujum qilganligini bildirgan. Film yana Amerika poytaxti Washingtonning bu tashkilotning hujum nishonining birisi ekanligi eskartilgan. Xitoy xalqaroni Uyg'urlarni bostirishga chaqirdi. Parij vaqasini fursat bilgan Xitoy diplomatiya ministri Uyg'urlarni qaralab, dunyoga terrorchi qilib ko'rsatish maqsadida bayonot e'lon qilib, atalmish Xinjiangdagi islom qurolli kuchlariga zarb berish xalqaro terrorlikqa qarshi turish harakatining muhim bir qismi bo'lishi kerak dedi. Parij vaqasini fursat bilgan Xitoy diplomatiya ministri Uyg'urlarni qaralab, dunyoga terrorchi qilib ko'rsatish maqsadida bayonot e'lon qilib, atalmish Xinjiangdagi islom qurolli kuchlariga zarb berish xalqaro terrorlikqa qarshi turish harakatining muhim bir qismi bo'lishi kerak degan. Xitoy diplomatiya ministri Wang Yi Turkiyaning Antalya shahrida echilayotgan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inining 15-noyabrdagi g'ayri-rasmiy tushlik tamoq ziyofatida so'z qilib, Xitoymo terrorlikning ziyonkashligiga uchrag'uvchi davlat. Sharq Turkiston islom harakati vakillik qilgan Sharq Turkiston kuchlariga zarb berish cho'qim xalqaro terrorlik qarshi turish harakatining bir qismiga aylanishi kerak degan. Uyg'urlarni terrorlik va bo'lgunchilik nomida bostirib kelgan va buningda xalqaroning qo'llashiga erishish g'arazida bo'lib kelgan Xitoy bu qatimmo fursatni qo'ldan bermadi. Parijdagi terrorlik hujumidan keyin Xitoy axborot vositalari Parijdagi hujum bilan Xitoyning Sharq Turkistondagi terrorlikqa qarshi turish nomidagi bostirishini chetishga urindi. Hong Kong iqtisod jurnali to'g'rida aytilishicha, nurg'un chet ellik mutaxassislar Xitoy tasvirlagan Sharq Turkiston islom harakatining mavjudligidan gumonlandi ekan. Kishilik huquq tashkilotlari va faoliyatchilar Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizgan diniy va milliy bostirishlari zo'ravonlik voqealarining asosli sababchisi deb qaraydi ekan. G20 davlat guruhi oliy darajaliklar yig'ini oxirlashdi. Turkiyaning Antalya shahrida o'tkazilgan G20 davlat guruhi oliy darajaliklar yig'ini muvaffaqiyatli oxirlashdi. Yig'inning o'rtaq xitobnomasini Turkiya Cumhur raisi Erdo'g'an e'lon qildi. Yana bir tarafdan Uyg'urlar yig'in jarayonida Xitoyga qarshi norozilik namoyishi qildi. Turkiyaning Antalya shahrida o'tkazilgan G20 davlat guruhi oliy darajaliklar yig'ini muvaffaqiyatli oxirlashdi. Yig'inning o'rtaq xitobnomasini Cumhur raisi Erdo'g'an e'lon qildi. O'rtaq xitobnomaning o'rtaq pozitsiya nuqtasidan nihoyat muhim ekanligini bildirgan Erdo'g'an, Suriya masalasida xalqaro jamiyatni aktiv hamkorlashishga va qiyinchilikni birlikda hal qilishga chaqirdi. Antalya oliy darajaliklar yig'inining eng muhim natijasining G20 davlat guruhiga a'zo davlatlarning terrorizmga qarshi kurashga qat'iy pozitsiya tutish bo'lganligini aytdi. Asadning Suriyaning kelajagida qat'iy o'rni yo'qligini alohida eskartib mundaq dedi. G20 davlat guruhi liderlari terrorlik tashkilotlariga qarshi teng darajada kurash qilish jihatda fikr birligini hosil qildi. Suriyada hamma kishi qabul qiladigan bir hal qilish yo'lini topmay turib, musofirlar masalasi hal bo'lmaydi. Sohibxon davlat bo'lish sifatimiz bilan biz 3 muhim nuqtani alohida ta'kidlaymiz. U bo'lsa-mu keng doiralik, amaliyatchanlik va selinmalar qatorliqlardir. Iqtisodimizning haqiqiy va yoshirin kuchini kuchaytirish, xizmat sharoiti yaratib berish, chidamchanlikni kuchaytirish, taraqqiyotni tashviq qilish va siyosatlarimizning keng doirligini oshirish uchun birlikda harakat qilish tushunchini qat'iy davomlashtirishimiz kerak. O'rtaq xitobnomada terrorizmning xalqaroning tinchligi va bexatarligini xatarga ittirib, dunyo iqtisodiga ziyon berib kelayotganligi alohida ta'kidlandi. O'rtaq xitobnomada yana taraflar 2018-yilgacha o'rtaq davlat ishlab chiqarish umumiy qiymatini 2% oshirishga va'da qilishdi. Yana bir tarafdan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inining tunji kuni Turkiyaning Qaysari shahridagi Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining bir turkum a'zolari Antalya Cumhuriyat maydonida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlariga qarshi namoyish qildi. Qo'llarida Sharq Turkiston va Turkiya bayroqlarini va Xitoyga qarshi plakatlarni ko'tarib olgan kishilar
Qatil Xitoy Turkistondan yo'qol, haq, huquq, adolat, Turkistonga hurriyat degan shuarlarni to'ladi. Jamiyat raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Seytum Turk bayonot berib, 20 davlat guruhi ichida kishilik huquq ahvoli nachar davlatlarning borligini, Xitoyning bu jihatda oldingi qatorda turadiganligini, Xitoyning insoniy qimmat va demokratiyadan uzoq bir davlat ekanligini, Sharq Turkiston boshchiligida ishg'ol qilgan tuproqlardan yillardan buyon qon to'kan, kishilarning huquq va madaniyatlarini yo'qotgan Xitoy va uning qo'llovchilari taraqqiy qilgan davlatlar qatoridan o'rin ololmaydiganligini bildirdi. Dün ve bugün gerçekleştirdiğimiz liderler zirvesiyle birlikte başarıyla tamamlamış oluyoruz. Antalya zirvesi sonuç bildirgesinin G20'nin önümüzdeki dönem çalışmalarını şekillendirecek önemli bir belge olduğuna inanıyorum. İsmail G'aspirali mukofoti bu yil Uyg'urlarga bag'ishlandi. İsmail G'aspirali jurnalistlik va kishilik huquq mukofoti Yaponiyaning poytaxti Tokioda tarqatib berildi. Murosimga Uyg'ur masalasining chet ellardagi bir qism ilg'or shaxslari, Uyg'ur ziyolilar va akademiklar qatnashdi. Türkiye Ovozi Radiosu'nun xabar qilishicha, turk tilida so'zlashadigan davlatlar xalqaro jurnalistlar jamiyati tomonidan uyushtirilgan İsmail G'aspirali jurnalistlik va kishilik huquq mukofoti 2015 yili 13 noyabr kuni Yaponiyaning poytaxti Tokioda tarqatib berildi. Murosimga Uyg'ur masalasining chet ellardagi bir qism ilg'or shaxslari, Uyg'ur ziyolilar va akademiklar qatnashdi. İsmail G'aspirali jurnalistlik va kishilik huquq mukofoti baholag'uchi hay'ati Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiliklarni pash qilishda ko'rinarli xizmat ko'rsatgan Sharq Turkiston surgundagi hukumatini İsmail G'aspirali kishilik huquq cho'ng mukofotiga loyiq ko'rdi. Murosimda Uyg'urlarning haq huquqi uchun kurash qilganligi sababidan 12 yil Xitoy turmasida yotgan muhojiratdagi atoqli Uyg'ur shoir va aktiv faoliyatchi, shundoqla Sharq Turkiston surgundagi hukumatining prezidenti Ahmad Egamberdimu İsmail G'aspirali kishilik huquq cho'ng mukofotiga erishdi. Ahmad Egamberdi mukofotni elish jarayonida ko'z yashini tutolmadi. U qilgan so'zida bizning ko'rishimiz Uyg'urlarning o'z vatanida haqiqiy insondak erkin hayot kechira olishi uchundir. Bu kishilik huquq ko'rishidir. Anatoliya xalqi bizni hech bir zaman yolg'iz tashlab qo'ymadi dedi. İsmail G'aspirali jurnalistlik va kishilik huquq mukofoti marosimida yana atoqli Uyg'ur akademik professor doktor Sultan Mahmud Qashqari, shoir Ahmadjon Osman, Uyg'ur faoliyatchilaridan Nur Muqaddas, Zaynabiddin Abdurashidov va Ismoil Jingiz qatorliq shaxslarmi İsmail G'aspirali layoqat mukofotiga erishdi. Turkiy tilda so'zlashadigan davlatlar xalqaro jurnalistlar jamiyati boshlig'i Güngör Yavuz Aslan murosimda so'z qilib mundaq dedi. Jamiyatimiz 2014-yili Bartinda No'ruz bayramida qurilgandan buyon har yili İsmail G'aspirali nomidan mukofot tarqatish murosimi o'tkazib kelmoqda. Oldingi yili Qrimni Rossiya ishg'ol qilganligi sababidan mukofotlash murosimimizning temasi Qrim bo'lgan edi. Bu yillik temamiz Sharq Turkiston bo'ldi. Chunki İsmail G'aspirali ham jurnalist, ham o'z navbatida yana kishilik huquq faoliyatchisi edi. Yaponiyaning poytaxti Tokioda o'tkazgan bu murosimimiz orqali mukofotlarni egalariga yetkazgan bo'ldik. Biz bu yerda rahmatlik İsmail G'aspiralini cho'nqur hurmat bilan aslaymiz va Allohdan uningga rahmat tilaymiz. Tilda, fikrda va xizmatda birlik yo'lida qat'iylik bilan yurishni davomlashtiramiz. Mukofotlash marosim jarayonida Qrim tatar turklarining atoqli rahbari Mustafa Abdul Jamil o'g'li va Qrim tatar xalq parlamenti boshlig'i Rafat Jabarovning tabrik telegrammasi bilan Turkiya jurnalistlar konfederatsiyasi boshlig'i Nuri Qolay apandining telegrammasi o'qib o'tildi. Xitoy Daeshni aybladi. Xitoy doiralari payshanba kuni Daeshning Go'rida tutib turayotgan fuqarosini o'ldirib tashlaganligini jazmlashtirdi va voqeani aybladi. İslam davlati chorshanba kuni ingliz jurnalida bir Xitoy va bir Norvegiyalikning o'ldirilganligini e'lon qilgan edi. Uningda ikki tutqun davlatlari va tashkilotlar tomonidan tashlab etilgandan keyin o'ldirildi deyilgan. Xitoy doiralari bu e'londan bir kun keyin payshanba kuni Daeshning Go'rida tutib turayotgan fuqarosini o'ldirib tashlaganligini jazmlashtirdi va voqeani aybladi. Turkiya Ovozi Radiosu'nun xabarida Xitoy Tashqi ishlar ministrligining rasmiy internet sahifasida e'lon qilingan bayonotchi Xonglining yozim bayonotida Daesh tashkilotining sentabr oyida Go'raga elib olgan 50 yoshlik Fan Jinhui familiyalik Xitoy fuqarosini o'ldirib tashlaganligining jazmlashtirilganligi eskartildi. Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yig'iniga ishtirok qilayotgan Xitoy davlat raisi Shi Jinping voqeani qattiq ayblaydiganligini bildirib, norozilik ifodalagan.
Daesh buningdan 2 oy ilgari Norvegiyalik John Grimsgaard bilan Xitoy fuqarosi Fan Jinxuyni ko'ruvga elib olganligini e'lon qilgan va har ikki davlatdan fidya talab qilgan edi. Tashkilot Xitoy fuqarosi Fan Famillik bilan Norvegiyalik Grimsgaardni o'ldirganligini internet orqali e'lon qilgan bo'lsa-mu, qachon, qayerda va qanday o'ldirganligiga doir ma'lumot bermadi. Erdoğan terörlük vakalarının baş cevapkarını aşkarıldı. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan terörlük vakalarının baş cevapkarının ismini ve sebebini aşkarıldı. Cumhur Reisi Erdoğan İstanbul'da çağırılgan Atlantik Kengişi Energiya ve İktisat Ali Derecelikler Yığınının açılış marosimida söz qildi. Asad hakimiyetining Daesh tashkilotining neftini setib olganligini bildirgan Erdoğan, Suriye hakimiyeti Daeshga o'xshashla PYD, YPG'ni qo'llamoqda dedi. Daeshga qarshi kurash nomi ostida PYDni qo'llagan barliq kishilarning bir shaklda terrorizmga ko'z yumgan bo'lganligini eskartgan Erdo'g'an, Daeshni bahona qilib, islom va musulmonlarni tuvan ko'rguvchilarning bo'lsa, ig'ir xatolik o'tkazayotganligini aytdi. Yevropa uchun eng ig'ir falokatning islom dushmanligi bilan birlashib ketgan irqchilik bo'lganligini eskartgan so'zi asnosida Erdo'g'an yana Yevropada va boshqa davlatlarda ko'payib qilayotgan irqchi hujumlarning oldi ilinmagan taqdirda yangi va xatarlik fojialarning maydonga kelishidan qechib qutulg'ili bo'lmaydi. Bu xavfni barliq davlatlarning rahbarlarining ko'rib yetganligiga ishonaman degan iboralarni ishlatdi. Türkiye Xitoydan boshqarilgan bomba elishni amaldan qoldirdi. Türkiye Xitoy bilan uzundan buyon muzokaralashayotgan boshqarilgan bomba ishlab chiqarishni huddiga berish kelishimini amaldan qoldirdi. Türkiye Xitoydan setib olmoqchi bo'lgan 3 milliard 400 million Amerika dollari qiymatidagi havo mudofaa sistemasidan voz kechdi. Türkiye'nin Irak musafirlik mudofaa sistemasini o'zi tadqiq qilib yasayotganligi bildirildi. Türkiye Xitoy bilan uzundan buyon muzokaralashayotgan boshqarilgan bomba ishlab chiqarishni huddiga berish kelishimini amaldan qoldirdi. Reuters agentligining xabariga ko'ra, bosh ministr Ahmet Davutoğlu huddiga berishni amaldan qoldirish qarorini tasdiqladi. Reuters agentligining ziyoratini qabul qilgan Türkiye bosh ministrligining aloqador mas'uli boshqarilgan bomba ishlab chiqarishni huddiga berishni amaldan qoldirish qarorlashtirildi. Bu vaqtdagi qarorni musha hafta ichida bosh ministr Ahmet Davutoğlu imzoladi. Amaldan qoldirishning asosli sababi Türkiye'nin boshqarilgan bombalarni bevosita o'zi ishlab chiqarish loyihasini boshlaganligidir dedi. Türkiye 2013-yili tunji uzun musofirlik boshqarilgan bomba qalqon loyihasida Xitoy bilan kelishim muzokaralarni boshlagan va loyihaga taklif sunuvchilar orasida Fransiya, Italiya sherikchiligidagi Eurosam shirkati bilan Amerika shirkati 2 va 3 o'ringa tushib qolgan edi. 2 yil davomlashgan muzokara jarayonida Fransiya, Italiya sherikchiligidagi Eurosam shirkati bilan Amerikaning Xitoyga raqib boshqarilgan bomba shirkati Patriot Pack 3 shirkati Turkiyaga sungan takliflarini bir qancha qitim yengilgan edi. 2 yil davomlashgan muzokaralarda Turkiya texnikani birga elishda ching turdi. Ammo Xitoy texnika bilan ta'minlash jihatda Turkiyaning kutgan yeridan chiqolmadi. Uning ustiga Xitoyning boshqarilgan bombalari Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining radar sistemasiga moslashmaydiganligi tufaylidan boshqarilgan bomba batareyalari faqat qurilgan yerni mudofaa qila oladigan odatdagi qurolga aylanib qoladi. Shunga oxirida bosh ministr Ahmet Davutoğlu'nun tasdiqi bilan huddiga berish qarori amaldan qoldirildi. Ba'zi matbuotlar Turkiya G20 yig'inida Xitoyga yuz xotir qilmadi deb qarashdi. Türkiye Xitoy orasida tuzilgan kelishimlar. 20 davlat guruhi rahbarlari yig'iniga kelgan Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan uchrashgandan keyin ikki davlat o'rtasida 7 to'xtamnoma tuzildi. G20 davlat guruhi oliy rahbarlari yig'iniga kelgan Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdoğan uchrashgandan keyin ikki davlat o'rtasida 7 to'xtamnoma tuzilishi Uyg'urlarning kallasida Turkiya Xitoy munosabatida Uyg'ur masalasi qanday o'rin oladi deganga o'xshash savollar paydo bo'lishga boshladi. Ikki davlat raislari o'rtasidagi to'xtamnomaga qo'l qo'yish marosimida Turkiya Xitoy Ipak yo'li iqtisodiy munosabati va 21-asr dengiz Ipak yo'lini kuchaytirish to'xtamnomasi, temir yo'l yasash hamkorlashish to'xtamnomasi, dengizchilik, qatnash va aloqa uchur ministrligi o'rtasidagi munosabatni kuchaytirish to'xtamnomasi qatorliq 7 to'xtamnomaga qo'l qo'yilgan. Hürmetli televizyon görüşler, biz bu hafta Türkiye Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi o'qituvchisi shunaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat elib boramiz. O'zi hozir Anqarada telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam.
Doktor aldı bilen ziyaretimizni qabul qilganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Doktor aldı bilen sualimni shundan boshlasam, shu qatimliq Turkiya bilan Xitoyninki 2 yildan ortiq vaqtdan buyon masalan shu boshqarilgan bombadan mudofaa sistemasi haqida Xitoyga berdiganligi nurg'un ko'z qarashlarda Xitoyning cho'qim oldiganligidek nimalar his qilingan xabarlardan, maqolalardan, undan bundan deganda. Bunun tuyuqsizdan bu G20 davlat rahbarlari yig'ini açılgan şu payetlarda bununki amaldan kaldırılışı, bununla qana qaraysiz bu şekilde bunu qana qo'yamiz. Belki şu Xitoy kelgan vaqtida yüz ko'rishib buni yuziga deylar, ondan keyin e'lon qilaylik degan bo'lsa kerak. Ammo shu vaqtga qaraydigan bo'lsak, xuddi Xitoyga bir qattiq bir javob bergandek. Xo'sh. Yani bunu ben almayman. Üzem bilip üzemninkini kılıman degandek, bunda bir görünüş mü çıkmadı bir yerde. Ama devletlerin arasında diplomasi münasebetler bu başka diplomasiydi. Bilirsiniz bu naydı sılıkla işlerine ve geplerini ilip bir iş lazım. Xo'sh. Şununla bir yerde bir Xitoyga qattiq pozisiyada bo'ldi deb menda tushunish belki to'g'ri emas deb o'ylayman-da. Belki bu Xitoy heyeti kelibdi. O heyetler bilan yüz yüze ko'rishib biz olmaydigan bo'ldik, xapamanglar. Unda olsa biz e'lon qilaylik deb qilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Ko'pdan ko'p rahmat ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Rahmat sizga. Rahmat aytaman. Rahmat. Hörmətli televizor görüşləri, şuna qılıb bu haftalik istiqlal xəbərləri proqramımız müş yerdə axırlaşdı. Kelər qıtımqı proqramımızı görüşüksə, sizlərini Cənab-ı Allah'a tapşırırız. Esselamu aleykum və rahmetullah.